1 soatga 500 litr suv beradigan suv filtrimizni yuklab tayyorladik. Yakkabog' tumanidagi klientimizga xohlagan hajmdagi suv filtrlari mavjud. Xitoy zborka zakaz bilan yig'ilgan. Qulayliklari juda ko'p. Eng oxirgi qilingan ishlardan buni prozrachniy kolba qo'yilgan. Bu oldin ko'k kolba bo'lganligi uchun loy to'lib membranaga o'tib ketganini hech kim bilmasdan endi prozrachniy bemalol ko'rib almashtirish mumkin. Kimga shunaqa sammoy uchun, suv biznesi uchun, ishlab chiqarish, parnik uchun suv filtr kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana oldi tomondan ko'rinishi.